Eronni sionistlarga otayotgan raketalari bu dahshatli jinoyatlarni o'chirib tashlaydimi? Yo'q, Eron jinoyatchi bo'lib qoladi, agarki Falastinga yordam bersa ham. O'n minglab pokiza qonlarni to'kishdi, qatl, yoqib yuborish kabi jinoyatlarni bajarishdi. Biz hali bashariyat tarixida bunaqasini ko'rmadik. Eronni sionistlarga otayotgan raketalari bu dahshatli jinoyatlarni o'chirib tashlaydimi? Yo'q, Eron jinoyatchi bo'lib qoladi, agarki Falastinga yordam bersa ham. Qalbida zarracha rahmat va shafqati bo'lgan odam, insoniyat tarixi shohid bo'lgan qotil Bashar Asadga eng katta yordamni bergan Eronni jinoyatida shak qiladimi? Qasamki, men har qachon Bashar va uni eronlik sheriklari jinoyatlarini unutadigan bo'lsam, ularni begunoh odamlarni yoqib yuborgan, jasadlarni esa maydalab tashlagan, pokiza qonlarni oqizgan, bu ham yetmay, ularni Allohga kofir bo'lib, u zotni so'kishga hamda Basharni meni xudoyim deb aytishga majbur qilgan videolarni ko'raman. Ularni jinoyatlarini unutmasligim uchun, chunki ularni qonlarini unutish xiyonat deb sanaladi. لا إله إلا بشر لا حيوان. Toifiy kim ekanini bilishni istaysizmi? Takfiriy mutassib toifiy, u ko'pchilik sahobalarni takfir qiladi. Avvalgi va hozirgi musulmonlarning aksarini takfir qiladi. Chunki ular Abu Bakr va Umar roziyallohu anhularning xilofatini tan oladilar. Boshqacha aytganda, toifiy u Iroqda iroqliklarning adolatini barpo qilish uchun o'zini toifasidagilarni topadigan kishi yoki Lubnonda ham unga faqat o'zini toifasida bo'lgan odamlar yordam beradi. Suriyada, Yamanda unga yordam berish uchun o'z toifasiga yaqin bo'lgan odamlargina topa oladigan kimsa toifiy hisoblanadi.